Bosh aylanishining sabablari har doim ham bosh miyada qon aylanishining buzilishi yoki bo'yin osteoxondrozi bo'lavermaydi. Eng keng tarqalgan bosh aylanishining sabablaridan biri bu yaxshi sifatli pozitsion paroksizmal bosh aylanishi hisoblanadi. Bu bosh aylanishining asosiy sababi yarim doira kanallarda ko'chgan kristallarning retseptorlarni qitiqlashi hisobiga boshni yonga burganda, oldinga egilganda yoki yotoqda u yoqdan bu yoqqa aylanganda 30 sekundgacha davom etadigan kuchli bosh aylanish xurujlari kuzatiladi va bu bosh aylanish xurujlari ma'lum vaqtdan keyin to'liq o'tib ketadi va yana holatni o'zgartirganda qaytadan kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Bu bosh aylanish eng xavfsiz, ya'ni yaxshi sifatli bosh aylanishi bo'lib, hayotga hech qanday xavf solmaydi va eng yaxshi tomoni bu bosh aylanishlarni bartaraf qilish uchun hech qanday dori-darmonlar ham talab qilinmaydi. Bugun sizlarga mana shu bosh aylanishlardan uy sharoitida qutulish uchun qilinadigan ikki xil maxsus manyovrni o'rgatamiz. Bu manyovrni uy sharoitida ham takrorlab turish bosh aylanish xurujlarini profilaktika qilishga ham yordam beradi. Birinchi manyovrimiz ipli manyovri. Bu manyovr orqa yarim doira kanallaridan kristal ko'chib ketganda bajariladi. Agarda sizda o'ng yonboshingizda yotganda bosh aylanish kelib chiqsa yoki boshingizni o'ng tomonga burganingizda bosh aylanishlar kelib chiqadigan bo'lsa, biza quyidagi tarzda manyovrni o'tkazamiz. Bemorimizni boshini o'ng tomonga 45 gradusga 30 sekundga burib turamiz. 30 sekund davomida bemorda bosh aylanish xurujlari kuzatiladigan bo'lsa, xuruj to'liq o'tib ketishi kerak. Keyin bemorni yotqizamiz sekin va boshi 30 gradus pastga qarab turgan bo'lishi kerak. Va bu holatda ham 30 gradusda 30 sekund davomida ushlab turamiz. 30 sekunddan keyin boshni qarama-qarshi tomonga, ya'ni chap tomonga 30 sekund davomida ushlab turamiz. Bu holatda bemorni ko'ngil aynishi kuzatilishi mumkin, ko'ngli behuzur bo'lishi mumkin. Bunda qo'rqib ketish kerak emas, bu o'tib ketadigan holat hisoblanadi. 30 sekunddan keyin bemorimizga yonboshlab olishni aytamiz. Yonboshlaymiz. Va yelkasi pastda, qo'li tagida qolishi kerak va boshini yerga qaratib biroz oldinga, ya'ni 30 gradus pastlatib 30 sekund yotib beradi. Va shundan keyin sekin o'tirishini aytamiz. Va boshni chap tomonga burgan holatda yana 30 sekund o'tiriladi. Agarda bosh aylanish xurujlari chap yonboshga yotganda kelib chiqsa va boshni chapga burganda kuchayadigan bosh aylanish xurujlari bo'ladigan bo'lsa, biz ipli manyovrini mana bu tarzda o'tkazamiz. Ya'ni boshni 45 gradusga chapga burgan holatda 30 sekund ushlab turamiz va bemorni yotqizamiz. Boshini biroz pastga, 30 gradus pastga va 45 gradus chapga qarab yotqizamiz 30 sekund davomida. Agar bosh aylanish xurujlari kelib chiqsa, bunda bosh aylanish xurujining to'liq o'tib ketishini kutamiz. O'rtacha 30-40 sekundda o'tib ketadi. Keyin o'ng tarafga 45 gradus buramiz, bosh biroz osilib turishi kerak. Va shundan keyin yonbosh bo'lib yotishini so'raymiz. Bosh oldinga biroz egilgan holatda turishi kerak. Va 30 sekunddan keyin o'tirib olish kerak. O'tiramiz. Shu holatda yana 30 sekunddan 1 minutgacha qimirlamasdan turish kerak bo'ladi. Bu mashqlarni bir kunda 1 martadan 5 martagacha bajarsa bo'ladi. Agarda bosh aylanish xurujlari to'liq o'tib ketmaydigan bo'lsa, odatda bitta bajarganning o'zida ancha foizga kamayadi. Ba'zi holatlarda agar surunkali davom etib yurgan bo'lsa bosh aylanishlari 4-5 martada to'liq o'tib ketadi bosh aylanish. Ikkinchi manyovr barbekyu manyovri.
Bu manevr asosiy gorizontal yarim doira kanallardan kristalga o'tganda bajariladi. Barbekyu deyilishining sababi go'shtni bitta tarafini pishirib, keyin orqa tarafini ag'darilishiga o'xshaganligi uchun barbekyu deyiladi. Buni hozir bemorning o'zi mustaqil ravishda bajarishi mumkin. Birinchi, boshni o'ng tomonga 45 gradus burgan holatda 30 sekund yotadi. Keyin boshni 180 gradus qarama-qarshi tomonga burib 30 sekund davomida yotadi. Keyin yerga qarab qorin bilan qo'lni ko'kragiga bosgan holatda 30 sekund yotiladi. Bosh yostiqdan biroz ko'tarilgan holatda qo'li ko'krak tagida turgan bo'lishi kerak. 30 sekund shu holatda turiladi. Keyin yana boshlang'ich eng dastlabki holatga qaytiladi. Bu holatda e'tibor berishimiz kerak, boshni yuqoriga ko'tarib yuborishimiz kerak emas. Bu manevrni kuniga 4-5 martalab bajarish mumkin, agarda bosh aylanish xurujlari yana qaytalanib qoladigan bo'lsa. Shunday qilib, agar sizda bosh aylanish xurujlari kuzatilayotgan bo'lsa, dori ichishga shoshilmang va xavotirga tushmang, balkim sizda yaxshi sifatli pozitsion bosh aylanishi kuzatilayotgan bo'lishi mumkin.